Assalomu alaykum hammalarga. Men MyCare ilovasida 3 oydan beri faoliyat yuritaman. Men 3 oy davomida ko'p buyurtmalar qilganligim sababli bugun 3-o'rinni egalladim va telefon yutib oldim. Bu ilovani yaratgan hammaga rahmat aytib qolaman va mutaxassislarga tashakkur bildiraman. Hammalarni taklif qilaman. MyCare orqali ish yuritishinglarga. MyCare ilovasida bir yil mobaynida beri ishlab kelyapman. Shu MyCare ilovasini tashkil qilgan barcha xodimlarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Hammaliga kattakon rahmat. MyCare ilovasida ishlabman. Sovrinli yutuqlarga ega bo'ldim. Rahmat hammanglarga, ishtirokchilarga, mutaxassislarga, hammasiga rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Assalomu alaykum, men ismim Sadiva Dinon. MyCare ilovasida 3 oydan beri ish olib boraman. Bugun mana Mkomni ish qabul qilganim uchun homiylar tomonidan taqdirlashdi. MyCare ilovasi rahbarlariga rahmat aytib qolamiz va hamshiralar bo'lsa shu programmadan foydalanishni maslahat beraman. Mana bugun tadbirimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Eng faol bo'lgan mutaxassislarimiz bizning tadbirimizga tashrif buyurishdi. Birgalikda ular bilan har xil o'yinlar qildik va 2 oy oldin biz e'lon qilgan konkursimizning 3 ta o'rin g'oliblarini birgalikda ularni ko'z oldida topshirdik va hamma xursand bo'ldi. Ularning xursandchiligini ko'rib biz ham albatta xursand bo'ldik va mutaxassislarimizdan iltimos qilardimki, keyingi konkurslarimizdan ham bo'lib o'tadi albatta. Sizlar o'zingizlarni faolliginglarni saqlab qolishinglarni va bundanda faol bo'lishinglarni iltimos qilib qolamiz va keyingi konkurslarimizda albatta sovg'alarimiz ham bo'ladi yana va bundanda ko'proq sizlarni xursand qilishga harakat qilamiz.